Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz matn muharrirlari va protsessorlari matnli hujjatlarni yaratish, tahrirlash va formatlash. Ushbu taqdimotda matn muharrirlari va protsessorlarning mohiyatini ochib beradi. Ularning kompyuter savodxonligidagi o'rni va dasturlarning evolyutsiyasi bilan tanishamiz. Matnli hujjatlarni yaratish, tahrirlash va formatlash asosiy usullarini ko'rib chiqamiz. Matn muharrirlarining turlari, ya'ni bularga biz oddiy muharrirlar, ya'ni Notepad va TextEdit kabi dasturlar asosiy matn tayyorlash uchun qulay bo'lib hisoblanadi. Murakkab muharrirlar, ya'ni ularga biz Sublime Text va VS kod yozish va murakkab tahrirlash uchun mos bo'lib hisoblanadi. Matnli va dizayn muharrirlar, matn dizayn muharrirlari. Ularga Microsoft Word va Google Docs formatlash imkoniyatlari keng bo'lib hisoblanadi. Matnli hujjatlarni yaratish. Bunda birinchi yangi hujjatni ochish, ya'ni biz yangi hujjat, ya'ni yangi sahifani ochamiz, yangi faylni yaratish va saqlash. Ikkinchi bo'lib matnni kiritish, matnni yozish va tahrirlash. Biz kerakli matnni kiritishimiz kerak. Ya'ni kodlash, obyektga yo'naltirilgan dasturlash kabi kodlash usullaridan foydalansak bo'ladi. Ya'ni bularga biz Python, JavaScript yana boshqa dasturlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Matnni tahrirlash asoslari. Ya'ni bunda biz matnda qulayliklar, ya'ni nusxalash, matnni nusxalash va joylashtirish. Matn biz qandaydir tekst tersak, ya'ni buni biz nusxalab yana bir joyga qo'ysak ham bo'ladi. Qidiruv, ya'ni bizga kerakli matnning ichidan biz kerakli so'zni qidira olamiz. Ya'ni qidirish bo'limi orqali matnni qidirish va almashtirish. Bekor qilish, ya'ni buni unda variant amallar. Masalan, bitta joyda xatolashib ketsak, biz orqaga qochish imkoniyati bor bizda. Ya'ni bekor qilish. Matnni formatlash elementlari, ya'ni bularni to'rt bosqichga bo'lganmiz. Shriftlar, ya'ni matnda asosiy yo'l qo'yiladigan, ya'ni e'tiborga olinadigan joy shrifti, ya'ni matnning ichidagi shriftda, qaysi shriftda, ya'ni qanday ahamiyatga ega ko'rishib. Shrift, o'lcham va ranglarni tanlash. Ya'ni biz shriftni, ya'ni matnning o'lchamini va qanaqa rangda ekanligini tanlashimiz kerak bo'ladi. Yo'nalishi, matnni yo'nalishini sozlash, ya'ni biz qanday yo'nalishda ekanligini sozlashimiz kerak. Ro'yxatlar, raqamlangan va belgili ro'yxatlar, bizga kerakli bo'lgan ro'yxatlarni tanlay olamiz. Oraliq, ya'ni biz matnni qatorlar va abzatslar oraligiga kiritishimiz kerak. Ya'ni biz qanaqa oralig'da yozishimiz kerak bo'ladi. Murakkab formatlash texnikalari, ya'ni bularga biz jadvallar yaratish va formatlash. Ya'ni jadvallarni ko'pincha Excel'da yaratiladi. Rasmlar, ya'ni rasmlar va obyektlarni joylashtirish. Rasmlarni joylashtirish va kerakli joyiga olib borish. Sahifalarni raqamlash va sarlavhalash. Ya'ni bizga sahifalarni necha raqamlar, bizga ketma-ketlikda raqamlash. Qo'shimcha imkoniyatlari, ya'ni mazmun, avtomatik mazmunni yaratish, havolalar va izohlarni qo'shish, himoya, hujjatlarni himoyalash, formatlar, turli formatlarda saqlash, ya'ni bizga qaysi formatda kerakligi va qanday formatda saqlashimiz kerakligini bilib olish. Afzalliklarga keladigan bo'lsak, ya'ni hujjatni tez yaratish, tez va oson yaratish. Qulay tahrirlash, ya'ni qulay tahrirlash va formatlash, kerakli joylarni formatlash va tahrirlash. Professional ko'rinish, ya'ni biz professional ko'rinishga keltirish hujjatlarimizni. Amaliy tavsiyalarga keladigan bo'lsak, to'g'ri tanlash, ya'ni biz to'g'ri dasturni tanlashimiz kerak. Qanaqa narsa ishlayapmiz, bizga qanaqa fayl kerak, qanaqa tekst yozishimiz kerak, shunga qarab to'g'ri dasturni tanlashimiz kerak bo'ladi. Samarali foydalanish, ya'ni samarali foydalanish bo'yicha maslahatlar, bu bo'yicha maslahatlar berishi lozim.
onlayn resurslar, ya'ni onlayn resurslar va qo'llanmalarni misol keltirsak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, matnli muharrirlarning ahamiyati, tahrirlash uchun qulayligi, kod yozish va murakkab tahrirlash uchun mosligi va formatlash imkoniyatlarining kengligi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni afzalliklarga keladigan bo'lsak, tez va oson yaratish, qulay tahrirlash va formatlash va professional ko'rinishga keltirishni misol qilib olsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Rahmat.